Kislorod ilagini yozishda mana misol uchun H2KO3 karbonat kislota bu, to'g'rimi? Yozayotganda nima qilasizlar? Vodorodi nechta bo'lsa, yozib olaman tayma-tay. Qaranglar. Vodorod ikkita edi. Har biriga alohidadan nima bog'laymansa kislorod. Alohidadan har biriga. Agar 3 ta vodorod bo'lganda 3 ta kislorod bog'lardim. 4 ta bo'lganda 4 ta kislorod bog'lardim. Tushunarlimi? Endi kislorodimizga mana o'rtadagi markaziy atomni bog'lab berishimiz kerak. Nechta turibdi? Nechtadan tegadi? Ikkalasiga bitta, yarimtadan tegadi. Ikkalasiga bitta tegadi, to'g'rimi? Mana. Nechta kislorod qoldi? Bitta qoldi. Mana ikkitasi ketdi mana. O'sha kislorodni ikki valentli qilib bog'laymiz mana. Tushunarlimi? Xo'p, masalan, yakka yozib olaman. H2SO4. Qaysi kislota? Sulfat kislota, to'g'rimi? Birinchi nima yozamiz ekan? Vodorodda. Vodorod nechta bo'lsa yozib olamiz. Endi nima qilamiz ekan? Hammasiga kislorod. Alohida kislorod bog'laymiz. Alohida kislorod mana. Endi nima qilamiz ekan? Markaziy atom 6-ga yurtib bog'laymiz. Nechtadan tegadi? Yarimtadan tegadi. Ana ikkalasiga bitta tegadi, to'g'rimi? Nechta kislorod qoldi? 3 ta. O'sha kislorodni mana bunaqa qilib bog'lamaymiz. Qanday qilib bog'laymiz? 2 valentli qilib bog'laymiz. 2 valentli qilib bog'laymiz. Chunki kislorod har doim necha valentli? 2 valentli. Tushunarlimi? Mana yana. H3PO4. Qaysi kislota bu? Fosfat yoki o'rta fosfat deyiladi bu. To'g'rimi? Birinchi o'rinda yana vodorodlar yozib olaman. Vodorod. Har bittasiga alohida nima bog'laymiz? Kislorod bog'laymiz. Kislorod. Hop, qaranglar mana. Kislorodni bog'lagandan keyin markaziy atomni nima qilish kerak? Uchalasiga ham bog'lashimiz kerak. To'g'rimi? Uchalasiga bitta fosfor qoldi, xolosmi? O'sha bittani bunday qilib bog'laymizda. Nechta kislorod qoldi? Bitta qoldi. Necha valentli qilib bog'laymiz? 2 valentli qilib bog'laymiz. Fosfor necha valentli bo'lib qoldi? 5. Kislorod necha valentli? 2. 2 vodorod 1 valentli. Tushunarlimi? Ha. Hozir. Ana fosfor ikkitani ham ko'rib bering. Mana. Mana shuni aytyapsizmi? Qaysi kislota bu? Pirofosfat. To'g'rimi? Pirofosfatda nechta vodorod bor ekan? 4 ta. Ha, yozib olaman. Vodorod. Hammasiga alohidadan nima bog'layman? Kislorod. Fosfor nechta? 2 ta. Nechta kislorod bor? 4 ta. 4 ta. Nechtadan tegadi? Bittadan. Yo'q, bo'lashdan. Ikkitasiga bittadan tegadi. Bu ikkalasiga bitta fosfor, bu ikkalasiga bitta fosfor. Nechta kislorod qoldi? 3 ta. Nechtadan tegadi ikkala fosforga? Nechtadan? 1,5 tadan tegadi. Ana bittasi bunga, ana bittasi bunga. Endi ikkalasiga bitta. Endi shunda fosfor 5 valentli. Bu fosfor ham 5 valentli. Hamma kislorodimiz 2 valentli, hamma vodorodimiz 1 valentli. Tushunarlimi?